Kecha ishxonani kalendarida adashib, bu oy shanba kuni ishlash meni navbatim ekan deb kelib olibman. Boshliq hayratda, bunaqangi yo'lshimi ishlaydigan ishchisi faqat men bo'lsam kerak. Xullas va nihoyat shanba kuni dam olarkanman deb xursand uyga qaytaman. Yo'l-yo'lakay sizlarga ishxonamni ko'rsatib ketay. Mana shu terrasa uchun ishga kirganman, bu yoqqa desam-a. Bu yoqqa o'zi aslida kashandalarga marhamat degan tablichka osib qo'yish kerak, chunki u yoqqa faqat chekish uchun chiqishadi, xolos, dam olish uchun emas. Yoki bahona qilib chekishni. Manzilimizga metro orqali ketamiz. Seul metro stansiyalariga oyoq kiyimdagi chagni so'rab oladigan mana bunday apparatlar qo'yilibdi. Bu men uchun yangilik, chunki men Dajondan kelganman. Shuning uchun ham 2-3 marta o'ynab, bu yoqqa o'tib ko'rdim. O'zim 30 yosh bo'lsam ham qalbim hali ham 3 yosh. Avtobusdan tushayotib, kartamni 2-marta urmay tushib ketganim uchun bloklanib qolib sharmanda qildi. Ha, Koreyada avtobusga chiqayotib va undan tushayotib ham yana bir marta kartangizni urib ketmasangiz, mana shunaqangi bloklanib qolishi mumkin. Lekin baxtimga yana bitta kartam bor edi. Yo'l yursam ham mol yurib, avtobusim yuradigan joyga yetib keldim. Vaqtni unumli sarflash uchun shoppingga nima deysiz? Shu bahona sizlarga o'zim teri parvarishi uchun ishlatadigan produktlarni ko'rsatib beraman. Birinchisi Dr. Jdan namlantiruvchi krem. Ham mashhur, hamma biladigan The Albadan Hydrating Spray Serum. Buni ishlatdim, yoqmadi. Mediheal toner padlari. Bu esa yosh 30dalar uchun must have. Shundan ham olgandim, lekin ishlatib ko'rmadim. Mana bu bilan komplektda. Bu kremni ishlatmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Mana yangichalari ham chiqibdi. Har xil dabavkalar bilan. Har kuni kechasi terim bilan jang qiladigan ampula. Haftada 3 marta ishlataman, dugonam sovg'a qilganida birgalikda ishlatilsa effekti вообще zo'r. Yuzni yuvgandan keyin makiyaj qoldiqlarini tozalash uchun micellarni vada. Dahshat. Sizlarga uxodvoy kosmetika haqida gapirib, o'zimga dekorativniy kosmetika olib, keyingi do'konni aylanishga otlandim. Mana bu shirin o'yinchoqlarni qaranglar. Juda ham chiroyli. Koreyada deyarli har qadamda mana shunaqangi magazinlarni uchratish mumkin va aynan shu magazinda turistlar juda ham ko'p ekan. Yaqinda Finlyandiyadan bir dugonam Koreyaga sayohatga kelgan edi. Mana shu dugonamga bu yoqdan sovg'a oldim. Mana bu men olgan sovg'a, xuddi mana shu Snoopy singari fikr qilsin deb mana shunaqangi daftar olib berdim. Sizlar chet eldan kelgan dugonalaringga nima sovg'a qilgan bo'lardilaring kommentariyada